Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, qadrdonlar, sizlarga bitta foydali video. Shu sigirimiz kecha sotib olindi. Sigirimiz 3-bolasi ekan, sutini 15 ta deb berildi. Sizlarga foydali bo'ladi. Bozordan ma'lumot deganlarga, sigir olmoqchi bo'lganlarga jo'natasizlar. Shu sigirimizni 44 millionga olindi, qadrdonlar. Dastlabkasi ichida. Farg'onadan olindi, o'zimizning Andijonga. Mana sutini 15 ta deb berilgan do'stlar, 15 taga olingan. Endi bugun kech payt keldi sigirimiz. Bolasi buqacha ekan, qadrdonlar. Mana 4 kunlik yangi tug'ilgan mana. Shved buqacha tug'ilgan ekan. Qadrdonlar, mana bolasi ham esa chiroyli ekan. Ana joning sog' bo'lgan, buni qaranglar. Kiyikni bolasiga o'xshaydi-yu bu. Qadrdonlar, shunga qarab bozorga chiqib savdo qilaverasizlar. Prosta bozori bilmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yinglar. Bittadan like-ni bosib, fikrlarni yozib qo'yinglar. Shunaqa foydali videolar qo'yib turamiz. Bu olib sotarmiz, dehqon olgan buni. Mana qadrdonlar, yelimlari ham yuvoshgina ekan. Shunaqa sigir olib baqaverasizlar. Bola chaqaga sutini ichkizib, qatiqlardan qilib ichib, maza qilib sigir boqasizlar. Qadrdonlar, mana bo'y baslari ham 1.30-40 keladimi? Shunaqa keladi sigirimiz. O'rta holatda, o'ta katta ham emas, kichik ham emas. Sifatlari kelishgan sigir. Mana shunaqa sigir olib baqib, foyda qilib, Hosil Chorva kanaliga obuna bo'lib, bittadan like'larni tirsillatib turasizlar, qadrdonlar. Sizlarga shunaqa foydali videolar qilib turamiz. Bozorda shunaqa holatda hozir oldi sotib bo'lyapti. Puli 44 millionga olindi. Yana bir marta qaytarib o'tamiz. Hop, 3-bolasi buqacha. Shunga qarab savdoni qilaverasizlar bozorga chiqib. Bu videomiz shunaqa bir foydali video bo'ladi. Bozorda bilmayotgan aka-ukalar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Shunaqa holat bo'lyapti bozorda. Shunga qarab savdosini qilib sigir olib baqaverasizlar, qadrdonlar. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Ishonchlaringizni oqlash uchun biz harakatdamiz, qadrdonlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.